Qanaqa topasizlar aka bunaqa gaplarni? Kecha kun ham bitta aka kelyapti-da, kurmakka dori bering, sholini kurmakka deyapti. Bo'ldi, aka necha kunlik bo'lsam 40 kunlik bo'ldi deyapti. Ha, pastor ekan dedimda faset bersam, aka faset kuydirib qo'yapti, stressga tushirib qo'yapti deydi. Qanday kuydiradi faset desam, men sepganman kuydirib qo'ydi deydi. Ha, sizlar ham qanaqa faset sepgansan? Faset sepganman-da deyapti. Ha, sizlar ham manaqa bir qarjalik parashotda bo'lgan parashotli faset sepgan bo'lsangiz, faset deb yozilgan. Olib borib sepgansizda, dozasini ham to'g'ri qilmasdan olib borib sepgansiz, kuydirib qo'ygan, yo stressga tushirib qo'ygan. Yo bo'lmasam bitta Xitoyda manaqa 5 litrlikdagi fasetini olib borib sepgansizda, ashuni olib borib sepgansiz, yo stressga tushirgan, yo kuydirib qo'ygan. Keyin kelib olib turib, faset yomon ekan deb miyangizga o'rnab qo'ygan. Unaqa bo'lmaydi aka. Faset hayotda kuydiradigan dori emas. 1 litrdan 3 litrgacha sepiladi, u vobshim kuydirmaydi faset. Kuydirsa meni oldimga keling. Men o'zim olib borib sepib beraman. Gram kuydiradigan yo stressga tushiradigan narsa emas bu faset. Original faset oling, hayotda kuydirmaydi. Sizlar hamma ayb sizlarda. Do'konchi original desa, ha original ekanda olib borib sepyapsizlar. Do'konchi ham originalmi desangiz, ha original Xitoyda original dorisi o'zimiz tayyorlab kelganmiz deyapti. Desa original ekan deb olib borib ishonib sepyapsiz. Fasetda originali mana bunaqa bo'ladi aka. Mana bas firmasiniki bo'ladi, germanskiy bo'ladi. Umuman kuydiradigan emas. Dozani to'shni tayyorlasangiz, hamma yo'g'ini qonun qoidasi bo'yicha to'shni tayyorlab sepadigan bo'lsangiz, hayotda kuydiradigan bo'lasiz. Kuydirsa meni oldimga keling.